Men o'zimga kerakman-ku. O'zim xursand bo'lsam bo'ldi-da. Boshqalar bilan nima ishim bor mening? Maylisida hamma xabarni asaltalari tomoniy kelingda. Oshxonada dars bo'ldi-ku, katta zalda. Ashitdagi povurlar tam berdi bir tanasiga. Nimaga dedi bilasizlarmi? O'sha yerdagi ayol ishlayotgan ishchi ayollarki, Faberlikda hammasi go'zal ayollar ekan. Hammasi o'ta chiroyli, o'ta go'zal ekan. Men hayratda qolib ular chiroyga qarab men to'ymayapman deyishdi. Mana sizlarga bitta katta motivatsiya. Eng keragi shu o'zgarishda, tashqi, ichki ani fikrlashdagi o'zgarishlar bular odamlarga seziladi. Hammasi bizni sevadigan, tanlab olingan ayollar ekan deyishdi. Tanlab Men olgan shunaqa xursand bo'ldim. shunaqa bularga demizlar. Kim Dubayga uchishga tayyor? Chamadonni, kupalini sotib olishini bunga o'tkazlashamiz. Demak, yozgacha demak akademiyamiz davom etadi. Yozdagi hammamiz har doim butun kompaniya hamma joyda demak